Aynan turk restoranlarida chechevichniy supni xuddi shunaqa dekor podachalar qilib oldingizga olib berishadi. Narxi ham shunga yarasha juda ham qimmat. Videoga bir dona like va videoni saqlab olsangiz, men sizga bitta porsiyani puliga 10 ta porsiya tayyorlanishini o'rgatib qo'yaman. O'zbeklarning milliy taomi mastava bo'lsa, turklarning milliy taomi bo'lsa, aynan chechevichniy sup hisoblanadi. Kattaroq qozonimizga sariyog' hamda berandi brendining zaytun yog'laridan solamiz. Bitta qizitib olib, piyozimizni solib qovurib olamiz. Piyozimizni unaqa kuydirib olmaymiz, ustidan tuz va ziravorlarni solib, bitta aralashtirib, men ko'rsatgan sabzavotlarni ketma-ketlikda solib chiqamiz. Pomidor hamda tomat pastasini solib, unaqa ko'p qovurmasdan ustidan yuvilgan chechevitsamizni solamiz. Endi shu joyda Temiz Volter suvlarini sizlarga tavsiya qilib qolaman, chunki bu suvlar bilan ovqatimiz juda ham mazali bo'ladi. Unaqa issiq havoda Temiz Volter suvlarini ichib olib, energiyaga to'yib olib, ishimizni davom ettiramiz. 2 qoshiq qaymoq va choper yordamida maydalab olsanglar, chechevichniy supinglar tayyor. Men ko'rsatgandek dekor podacha qilsanglar, oila a'zoinglar lol qolishi aniq. Ushbu videoni turk restoranini yaxshi ko'radigan dugonalaringizga ham yuborib qo'ying.